Mana opa yaxshi keldi oyog'iga 11 razmer. Bo'ladimi? Qarang yurganda mana yiqilib tushmaydi-da. Bu lekin 2 oylikda hali. Keyin bu qiz o'g'il bola edi. Mayli, tillaring bilinmaydi opa. Bazoviy rang-ku bu. Qulay bo'lsa bo'ldi bolaga. Bolada bez nichodan ko'ra zato zo'r. Lekin biz o'g'il bola edik. Olasizmi? Boshqa rangi yo'q. Olasiz. Boshqa rangi yo'q. Opa nima qilasiz? Jalt qilib minnechka hamma bolangizga qaramaydi, ko'z tegmaydi-da. Oyog'idagi jalt-jaltga qaraydi. O'lmi, qizmi, nima farqi bor ularga? Meniki o'g'il. Me'morlarga. Mana Zato zashniki bor. Qarang, bolachalarga nima farqi bor? Yo'z nima uchun bu? Yurganda yiqilmaydi, ushlab qoladi. 2 oylik bola yuradi sizlarda. Tikka qilganingizni topib ketmaydi-da oyog'ini. Tatay qilganda. Ha, bo'pti, o'rab bering, shuni olamiz. Olasizmi? Dadasi urushib bermaydimi? Urushmaydi. Keyingi qizlar kiyadi. Yana tug'asiz. Almashtirib, ha. Bunday qilsangiz tiniqroq oladi-da. O'zi yaxshi cho'tki olyapti. Lekin o'g'il bolaga. Qo'shinni yomg'ir-pomg'irda yurganda archinam ketmaydi. Voy, bilinmaydi. Ajratib bering, qayerda bilinadi? O'g'il bola qiz bolanga o'xshamayapti? O'g'il bolalik yapti, ko'p. Bizning sochish qobiliyatimiz